Xitoy Beijingda ochilgan yig'inda Sharq Turkiston haqidagi savollarga duch keldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, Xitoy hiylagarlikda, tulkilikda, dunyoda aldamchilikda buning oldiga o'tilgan tajovuzchilarning yo'qligini bilamiz. Xuddi bu qatim Beijingda, xuddi erkin dunyoning boshqa davlatlarda har qanday kishining savollariga javob bera oladigan bir sistema, bir rejim bordek, bir tuyg'u berish uchun o'zlaricha bütün chet ellik va Xitoy muxbirlariga ochiq echayotgan shaklda yig'in ochdi hamda. Hammasi ko'z bo'yamchilikning bir qismida hamda. Bu yig'inda hamda mushada mushu yig'in yuqorida birinchi xabarda sunduq hamda. U yerdagi tilga aylangan bütün safsatalar insonning huquqini keltiradigan safsatalardan keyin bu yerdagi xalqaro muxbirlarning savollariga duch keldi. Atalmış Uyghur Abdumraylik Partiya Komitetining sekretari Ma Xiongray o'xshashlam Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining qonuniy asosi qilayotgan iboralarni takrorlab, chunki shuningga asoslanib turib icra qilyapti-da bu jinoyatlarni. Biz Jumhur millati o'rtaq gavdasini yanada mustahkamlashni, millatlar rayonidagi turli xizmatlarning asosiy liniyasi qilishni aniq muqim ijro qildik degan safsatini satdi bularga. Buni jar soldi. Mashhur yana burunqidagi Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini mayli mashhurlik bo'lsin, Beijingdagi eng chong kattaboshlari bo'lsin, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari bo'lsin, hammasi o'xshash narsani valaqlaydi. Nima? Amerika, G'arb bizni ko'rolmadi, Xitoyni ko'rolmayapti, uni qilyapti, buni qilyapti. Bu maxluqni o'xshashlam, nima deydi? Amerika va boshqa G'arb ellariga do'ngash orqali o'zining qilayotgan jinoyatlarini inkor qilib, Amerika qatorliq G'arb davlatlaridagi Xitoyga qarshi kuchlar kishilik huquq, millat, dinni dastak qilib, Pakistonni burmalab, Xinjiangga bo'xton chaplab, Xitoy korxonalarini yomon g'arazda chekladi. Ularning maqsadi Xinjiangni namrat orqada qolgan holatga qaytarish, to'sqinlik qilish maqsadida o'tirib qo'ygan majburiy emgak mavjud emas, irqiy qirg'inchilik mavjud emas. Men har qaysi muxbir do'stlarning Xinjiangga berib ziyorat qilishini qarshi olaman. Wang Yi degan tashqi ishlar ministridan tortib hamma shunday deydi. Butun dunyoga nega bo'lsa bunday bir savol kelib qolsa, biz muxbir do'stlarniki bizning qishimizga kelish Xinjiangga berib o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar deydi. Nomussizlarcha. Türkiye'ye yıllarca deb kelyapti. Hatta ministerlikten de Türkiye maxsus özümüz ömekavatimizde ise aşınınğa hazırgacha unutdimi? Unutmadı. Mevlüt Çavuşoğlu devri tugab ütüp oldu. Hakan Fidan işin hazır hukuk tutquli xil oldu. Texçi bir müstakil bir özü xalıgan yerga bora oladigan bir ömekni yollayamadı Türkiye'me. Xitoy numussizlarcha amma bu yerga kelganda o erkin kep o'zingni ko'rib ketinglar deydi. Amma perdining orqasida numussizlarcha men qulluqingdan so'rab naga apasam shu yerga ma'qul desang kel, bo'lmasa unda xalagancha berib, xalagancha erkin shaklda ziyorat qilishingga unumayman deydigan numussizlar. Ammo miyada butunlay muxbirlarga kep ziyorat qilib ketinglar, o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar deydi. Numussizlarcha. Texnim deydi, Xinjiang xuddi biz Namratli qalanda bir yerda sen qalandalar naminadan kelib bizning vatanda sen Xitoylarni bilgan samirtib dunyoning oldida shunday maydonga kirib o'ltiradigan holatga akagan ne? Bizning vatan Sharq Turkiston edi aslida. Bu numussizlar edi. Xinjiang Namrat orqada qolgan holatga qaytarish uchun bular G'arb bizni ko'rolmay tirishyapti. Sen nejislar asli yo'qolsang bu yerda dunyoning eng boy davlatlari qatorida bo'lib, ko'tariladigan bir zamin bu. Narini bir ketman topini teshib bo'g'ishiz boyliq chiqadigan bir zamin bu. Ammo bu xalqni eng Namrat öz diyarida ish topolmaydigan shu har hafta so'zlab kelyapmiz. Bu millat, bu zaminning egalari o'zining vatanida xizmat topolmay san nejislarninki yaklishiga, xo'rlishiga, xoligancha bozaq qilishiga, u yoq bu yoqqa choptirishlarga, hali u yoqqa bor, hali bu yoqqa bor. Diplomi, qo'lda qobiliyati bor turibmi, bizning xalqimizning ko'rayotgan sanab tugatkusiz narsalarni ko'ryapti. Buni ishlar amma numussizlarcha xuddi bizga yaxshilik qilayotgandek, xuddi bu yana taraqqiy qilish uchun, bu zaman uchun kuch chiqarayotgandek qiyofatga kirib oldi bu numussizlar. Bu yana xuddi qon sho'rg'ichidek bütün zaminning hamma tarafini bu xalqning qinni sho'rash bilan birga boyligini shumirayotgan bu nejislar, bu tajovuzchilar
numussizlarcha buni chalvaqib so'zlayalaydi o'ylab boqaylik. Düşmanımız bu derecede pastkash hamdi. Qo'rchoq rais Erkin Tunyoz bo'lsa, g'arb ellardan kelgan muxbirlarningki so'zlarga deydi. Xitoy shirkatlarining majburiy emgak sababli Amerika tarafidan jazo tizimligiga kirgizilganligiga qanday qarash kerak degan savolga g'arb muxbirining javob berib deydi, o'xshashli jinoyatlarni o'zining jinoyatlarini inkor qildi. Javobida bu amaliyotga uyg'un emas, qoidaga to'g'ri kelmaydi, qonun asosi yo'q. Biz qat'iy qarshi turamiz. Bir qism korxonalarimiz Xinjiangda majburiy emgak mavjud degan bir qism tashkilot va apparatlarni qonun bo'yicha arz qildi. Nima deydi Aqstin? Biz texnik ko'p korxonaning qonun qurolidan foydalanib, qonunlik huquq manfaatini qo'g'dishiga ilhom ve medet berimiz deb jar soldi. Ya o'ylab qo'yaylik, bu so'zlarni inson haqiqatan yani nima deyishini bilmay qoldi, bu numussizliklar hamdi. Qonun bilmaydigan numussiz tajovuzchilar qonun haqida gap qila olmaydi. Uning keyindan qonun bo'yicha arz qildi biz. Sizning butun atrof bu yerdagi yerlashtirilgan korxonalarning hammasining keyinda sening sizqindan chiqmaydigan korxonalar hammani amaliyotni sen qilyapsan. Xitoy tajovuzchilar qilyapti buni. Mayli arz qilish nuqtasidan bo'lsin. Hammasini sening sizbagan sizqin bilan ma'lumotdi. Amaliyotda. Ammo bular xuddi hammasini o'zlari qilayotgandek. Ya bu so'zlar o'ylab qo'yaylik. Halbuki buning aksicha Xitoyning Sharq Turkistondagi asosliqi Uyg'urlar bo'lgan boshqa qirindosh Türkiye xalqlariga qaratgan keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgak silish, surgun qilish, qarab qo'yish shu ko'rinishlarni majburiy tug'mas qilish, assimilyatsiya qilish, til yoziqni cheklash qatorliq sonsizligan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, nufuzli tadqiqot organlari tarafidan hatto shahidlar bu jinoyatga bevosita shahid bo'lgan. Dünyada tükülüp turdu ama numussizlarcha dap yüzlerce çıkıp aldı da bütün muhbirlerin kamerası aldı da hiçbir şekilde hicil olmasın bu numussizlikini ben hiçbir narsa qilmadim. Ben bu yana güllendiriyotman deb bu numussizlikni diyalaydi. Yer şarida dapşaqlikning eng pallisini yani dapşaqlarning eng cho'ng katta boshlari. Bütün dünyada dapşaqlikni o'rganmoqchi bo'lsa, mushu yuzlardan o'rganish kerak hamda. Qarab qo'yaylik. Bir-biridan dapşaq chiroy. Yani bir-biridan pastkashlikda buning uchiga chiqib, buning oldiga o'ta oladigan maxluqlar yo'q hamda. Azroq bo'lsin xijil bo'lish kerak aslida inson bo'lsa. Ammo bularda yo'q bu narsa. Ashunchalar qon sho'rab turib, ashunchalar jinoyatlarni ishlab turib, azroq bo'lsin tamtirmaydi. Ashunchalar kamerani oldida.